Assalomu alaykum. Ayollar bu shunchaki inson emas. Ular kuch, ular sir, ular butun bir olam. Bugun siz ayollar haqida 99 ta faktni bilib olasiz va ehtimol sizning qarashingiz butunlay o'zgaradi. Ikkinchi qism. Boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Qani bo'lmasam, boshladik. 34. Ayollar tanasi suv miqdori kamroq lekin samarali. 35. Ayollar tanasi biyalagiga moslashuvchan. 36. Ayollar mushaklari sezgir lekin bardoshli. 37. Ayollar teri namligi ko'proq. 38. Ayol hissiyotlari yuz ifodasida aks etadi. 39. Ayol ko'krak bezi va qorin mushaklari homildorlikka mos. 40. Ayol tanasi kollagen tez yangilanadi. 41. Ayol stressga gormonal javob beradi. 42. Ayol yurak urishi tez lekin samarali. 43. Ayol tanasi qon hajmi kamroq lekin samarali. 44. Ayol ko'z qovog'i harakati mimikani kuchaytiradi. 45. Ayol tanasi og'riqni psixologik boshqaradi. 46. Ayol tirikligini saqlash uchun energiya samaraliroq ishlaydi. 47. Ayol tanasi harorat o'zgarishiga sezgir. 48. Ayol immun tizimi yangi infeksiyalarga tez javob beradi. 49. Ayol tanasi yog'on mushak balansini o'zgartira oladi. 50. Ayol qovurg'a va mushak tizimi elastik. 51. Ayol ko'zi yuz ifodasini tez anglaydi. 52. Ayol sezgi orqali xavfni tez aniqlaydi. 53. Ayol terisi ko'proq sezgir, lekin tiklanishga qodir. 54. Ayol til mushaklari nutqni nozik ifodalaydi. 55. Ayol tana harorati barqaror, stressga bardoshlik. 56. Ayol mushaklari elastik va moslashuvchan. 57. Ayol ko'z qarashlari hissiyotni tez his qiladi. 58. Ayol mushaklari sezgir va bardoshli. 59. Ayol ovqat hazm qilish tizimi samaraliroq. 60. Ayol gormonlari kayfiyatga va energiyani boshqaradi. 61. Ayol tanasi biyologik jihatdan murakkab. 62. Ayollar hissiy xotira kuchliroq. 63. Ayol immun tizimi xonadonlik paytida yanada faollashadi. 64. Ayollar ko'z qorachig'i ranglarni aniqlik bilan ajratadi. 65. Ayol qovurg'a tizimi yumshoqroq va moslashuvchan. 66. Ayol mushaklarining sezgirligi juda yuqori.